Assalomu alaykum azizlarim, mehri qaynoq insonlarim. Tinglab borayotganingiz kutilmagan qo'ng'iroq loyihasi. Mikrofonlar qarshisida sevimli boshlovchingiz Nodira Begim. Bizning loyihamizga bir nechta tabrik xatlari kelib tushgan ekan. Keling ulardan bir nechtasini o'qib eshittiramiz. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ra'noxon opajonim, siz bilan bog'landikmi? Bezovta qilib qo'ymadikmi? Yaxshimisiz? Sog'omonmisiz? Rahmat, alhamdulillah. Sizdan tinchlik sog'ligi yaxshimi? Yaxshi, Hayotlaringiz muborak bo'lsin. rahmat. Sizga ham uzr opajonim. Ayni damda sizni kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan bezovta qilib turibman. Siz bilan to'g'ridan to'g'ri jonli muloqotda bo'layotgan boshlovchingiz Nodira Begim bo'laman. Opajonim, bugungi hayit ayyomingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. Bu muborak kunda qilayotgan duolaringiz, ibodatlaringiz qabul bo'lsin. Oilangizda mehr-oqibat, baxt va farovonlik bardavom bo'lsin. Hayotingizda faqat yaxshi insonlar yo'ldosh bo'lib, qalbingiz doimo ezgulik bilan to'lsin. Mo'minni sevdirgan mehr muborak. Sinovda asqotgan sabr muborak. Bundanda ajoyib, bundanda go'zal, ming bayramdan aziz hayit muborak. Allohning rahmati sizga yor bo'lsin. Umringiz islomning nuriga to'lsin. Shukrkim yetkazdi ulug' kunlarga. Ushbu hayit ayyomi muborak bo'lsin. Kutilmagan qo'ng'iroq jamoasi barcha mo'min musulmonlarni bugungi mana shunday go'zal ayyom bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Shu o'rinda sizni ham alohida tabriklab qolamiz opajonim. Ilohim o'ylagan barcha orzu-niyatlaringiz amalga oshsin. Rahmat. Opajonim, bugungi ayyom munosabati bilan bizning loyihamizga yaqin insonlaringizdan dilnoma maktublar yetib kelgan ekan. Nima deb o'ylaysiz? Bunday dilnomalarni, tabriknomalarni qaysi bir yaqin insoningiz yuborgan bo'lishi mumkin? Qizimmi? Albatta, ko'nglingiz adashmadi. Sizning eng yaqin insoningiz, qizingiz Lolaxon va kuyovingiz Ibrohimjonlar nomidan yetib kelgan ekan. Shu bilan birga qizingiz Xadichaxon, o'g'lingiz Rustamjon, Ozodbeklar nomidan ham deya yo'llagan ekanlar. Rahmat. Mana shunday yaqin rahmat. Mana shunday yaqin insonlaringizni baxtiga doimo sog' salomat bo'ling. Amin. Amin. Ruxsat bersangiz, qizingiz nomidan tabriknomalarni Alloh qodir qilganchalik o'qib eshittirsam maylimi? Rahmat. Assalomu alaykum aziz va qadrli insonim, onajonim. Bugun hayit, Qurbon hayit ayyomi. Shu munosabat bilan sizni chin yurakdan tabriklayman. Bugun barchamiz orzu qilib kutgan muborak hayit bayrami. Ushbu go'zal va fayzli kun hayotingizga tinchlik, baraka va baxt olib kelsin. Yaqinlaringiz doimo sog' salomat, ko'nglingiz esa doimo xotirjam bo'lsin. Bu muborak kunlarda qilayotgan duolaringiz, ibodatlaringiz qabul bo'lsin. Oilangizda mehr-oqibat, baxt va farovonlik bardavom bo'lsin. Hayotingizda faqat yaxshi insonlar yo'ldosh bo'lib, qalbingiz doimo ezgulik bilan to'lsin. Har bir kuningiz hayit kabi shodlik va nurga to'lsin. Dasturxoningiz to'kin, duolaringiz ijobat bo'lsin. Ezgu niyatlaringizga yetishish yo'lida Alloh sizga madadkor bo'lsin.
Qurbon hayiti barchamizga hayot saboqlari, ma'naviy yuksalish va qalb pokligini olib kelsin. Hayit ayyomingiz muborak bo'lsin, duolaringiz qabul bo'lsin, yuragingiz nurlarga to'lsin onajonim. Yor bo'lsin Allohning parixurlari. Umringiz ma'no mazmunga to'lsin, yo'lingiz yoritsin iymon nurlari. Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Sajdaga egilgan boshlar hurmati, minnatsiz berilgan oshlar hurmati, mazlumlar ko'zida yoshlar hurmati. Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Yuzimiz yoritib har lahza iymon, qalbimiz to'g'ridan joy olib Qur'on, boraylik haq tomon nur Ka'ba tomon. Qurbon hayitingiz muborak bo'lsin. Sizni chin dildan tabriklab qoluvchi qizingiz deya mana shunday go'zal tabriknomalarni siz tomon yo'llab qolibdilar. Amin, amin. Rahmat Allohim. Meni ko'z quvonchlarim ham Allohim nima tilagi bo'lsa bersin Robbim. O'zi aziz qilsin, mukarram qilsin. Allohim nima ishlar uchun xayrli bo'lsa hammasini Allohim to'la to'kis qilib bersin Robbim. Iymonlarni baquvvat qilsin. Qizingizning samimiy tilaklari ko'nglingizdan joy oldi degan umiddamiz. Albatta. Ayni damda Inshaalloh. Rahmat, tanjonlar sog' bo'lsin. Allohim nima tilagi bo'lsa bersin. Bolalarni rohatini ko'rsin, qo'shgandan qo'shiq qilsin. Kuyov bolam ham Allohim tanjonni sog' qilib ishlarni ilgari qilsin Robbim. Bolalarga bosh bo'lsin. Samtik bo'ling, hayitlaringiz qutlug' bo'lsin. rahmat. Ayni damda ijodiy guruhimiz tomonidan suhbatimiz yozib olinmoqda. Shuning uchun oila a'zolaringiz, boshqa bir yaqin insonlaringiz uchun ham dil izhorlaringiz bo'lsa eshitamiz. Nima deyman endi? Aka-ukalarim bor, singlim bor. Juda ham yaxshi odamlar. Allohga hamdlar bo'lsin. Menga Alloh shunaqa yaxshi ota-ona bergan, orqasidan yaxshi ukalarni bergan, singilni bergan, halol pok. Allohga hamdlar aytaman. Hammalarning tanjonlari sog' bo'lsin, bolalarning rohatini ko'rsin, unib o'ssin. Allohning zurriyotlaridan faqat ham hafizil Qur'on, amin Qur'onlarni chiqarib Allohim qiyomatgacha Alloh ularni ilmlarni davomli qilib Alloh jannatlar bilan siylasin Allohim. Allohning jamolini buyuk parda ko'rish ularga nasib etsin Robbim hammamizga. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shafoatlaridan nasib etsin. Ularni Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qo'llarida olib kelsa, ularni hammalarga nasib etsin hammamizga Allohim. Hammamiz jannatlarda jam qilsa, hammamiz Allohim jannatlarda jamlasin Robbim. Doimo o'zini yo'lida yurgan hammamizga bolalari bilan islom diniga xizmat qiladigan bo'lib, endi Allohning yo'lida haqiqiy opa-singil, aka-uka bo'lib, Alloh rozi bo'ladigan bo'lib yashab o'tish hammamizga nasib aylasin Robbim Allohim. Hammalarining tanjonlari sog' bo'lsin. Robbim o'zi bizlarda Makkada, shu yana kelgan dillarda, hajlarda, Arafat tog'larida jamlasin Robbim Allohim. Kelinlarim, qizlarim, o'g'illarim bilan, hammalari bilan, nevaralarim bilan Allohim g'oyibidan halol rizq berib, biz hammamiz ashulaga jamlab qo'ysin Robbim Allohim. Inshaalloh aytganingiz kelsin. Mayli onajonim, sog' salomat bo'ling. Rahmat, amin. Aytganingiz kelsin. Sizga ham rahmat. Rahmat, yuragingiz doimo quvonchga to'lsin. Yuzingizdan tabassum, hayotingizdan fayz arimasin. Duo va barcha samimiy tilaklarimiz siz uchun bo'ldi. Yaxshi qoling. Rahmat. Sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Alloh panohida bo'ling. Rahmat. Siz ham Allohga omonatsiz. Tinch bo'ling. Rahmat. Rahmat.
katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas, uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi, kimga o'zi? Do'stlarim chekkada tursin. Menga o'tarkin qani kimning so'zi, kimning so'zi? Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas, sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas, sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mani faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha.